Xudo xohlasa obyektimiz davom etyapti. Katalog atachin to'qilyapti. Xo'p. Ko'pinamiz fartuklari qo'yib bo'lindi. Pol bu taraf tarkib bo'ladi. Inshaalloh Xudo xohlasa. Xo'p, spalnimiz atachin o'rta yon tarafi aboy qilinadi. Bu yog'iga dekor qilganmiz. Xo'p. Sanizlar. Bittasiga o'zgarishlar kiritilyapti. Sal narsalarimizni joylashtirishimiz hisobiga. Xudo xohlasa ham bugun tayyor bo'lib qoladi. Zalimiz televizor joylariga dekor qildi. Aboy bo'ladi. Atachinto yon tarafi, o'rta taraf atachinto qo'yishda davom etyapti mana. Xudo xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz qabul qilamiz. Santexnika, elektrika. Davom bo'ladigan bo'lsa, подключ.